Assalomu alaykum hurmatli hamkorlarimizlar va biz YouTube tarmog'ida kuzatib boradigan hurmatli obunachilarimiz. Biz bugun Farg'ona viloyati Quvasoy shahardamiz, Polmon MFda. Bu zakasimiz sexdan olingan ishxonadan. Xo'sh, bu yerga jami hisobda 4 ta rom, bitta vitrajniy va 2 ta bani eshik olib berganmiz. Vitrajniylarimiz razmeri 2 metrga, balandligi 240. Fasoni panorama holatda bo'lgan, Alpro Antrazit G306 svetida, alyumin aldoks 1 da bo'lgan. Eshigimiz 120. 2 qanotli eshik joylashtirganmiz. Общий eni 2 metr, balandligi 265. Bir qator ichkaridan obzorlarni ko'rsatib beraman. Ruchka zamonlarimiz Graf firmasidan doimgidek ochilib yopilishlari shu 5 o'qim bo'ladi. Rezinkalari SPS bosma rezinadan foydalanilgan. Ko'rishingiz mumkin, har bitta eshigimizga qora krelpetlar bilan jihozlab berganmiz. Xo'sh, har bitta romimizga ikkitadan ochilish qo'yib berganmiz. Ochilishimizni kengligi 55 sm dan, balandligi 180 dan. O'rtasi panorama holatda bo'lgan. Aynagimiz shu balandligi 244. Ma'lumot uchun aytib o'tib ketaman. Juda ko'p akfachilarimiz atkas beradigan aynak. Ko'rib turibsizlar. Moshni bo'ladi. Xo'sh, общий summasiga keladigan bo'lsak, общий summasi 20 million so'mga tushdi akamizga. Olib kelib o'rnatilishi, hamma xizmat shu narx ichida bo'ldi. Обязательно podogonlargacha qo'yib berganmiz. Kimga agar shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Qubbok fodangizni olashmang, qubbok fodan bilan joninglar sog' bo'lsin, salomat bo'linglar.